Alloh yo'lida mana yordam so'radi. Buqa nima bo'ldi o'zi? Qanaqa kasallik? Ukam yurak yetishmoqchiligi kasalligi bilan chalinib mazasi qochib qoldi. 3 oydan beri shu kasallik bilan kurashib kelyapti. Hozir ikkala buyrak ham umuman ishlamaydi. Yo'q, ishlamay qoldi. Dushmanimizga ham u kasallikka ravo ko'rmaymiz. Juda ham qiyin ekan. Ukamni ko'rib faqatgina mammas, ota-onam hammamiz ezilib birdak yordam bergimiz keladi, lekin mablag'imiz yetishmasligi sababli qo'limiz kaltaligidan sizlarga yordam so'rab murojaat qildik. Yaxshi insonlar ko'p. Ilohim saxovat pesha insonlarimiz yordam berishsa. Bemor oldiga kirib ketsa bo'ladi. Yuringlar, men olib kiraman hozir. Natijaga erisha oldim. Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Siz? Onam bilan bo'lganlar. Onam ikkinchi guruh nogironilar. Xola, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bu kunlar ham o'tadi, ketadi. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xudoga shukr, rahmat. Ey Alloh shifo bersin aka. Rahmat. Nima bo'ldi aka o'zi? Ikkita buyrak ham ishlamaydi. Shuni buyrak qo'yish kerak ekan. Saxovatli, muruvvatli insonlardan yordam so'rayman. O'g'limga yordam bersin, qo'llaridan kelgancha. Endi 31ga kirdi, hali farzandini qo'liga ham olgani yo'q, rasmini ham ko'rgani yo'q. Mana shu o'g'limga suyangan ekanman. Butun meni qo'lladi. O'zini o'ylamasa, ona pul jo'natyapman, davoladik dedi. Do'stlar, hozir biz Namangan viloyati Chust tumanidamiz. Ko'rib turgan akamiz ikkita buyraklari qurigan. Hozirda zudlik bilan mana opalari donor bo'ladi. Buyrak qo'yish kerak, lekin operatsiyaga 100 million so'm atrofida mablag' kerak ekan. Do'stlar, mana shu videoni 1 millionta odam ko'rib 2000 so'm, 5000 so'mdan tashlasa, mana shu summani 2 kun, 3 kunning o'zida yig'ib tashlashimiz mumkin ekan. Keling, sizlar bilan birgalikda mana shu akamizni nobud bo'lishlariga yo'l qo'ymaymiz. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda mana shu 100 millionni yig'amizda mana shu yaqin bir hafta ichida Ramazon oyigacha inshaalloh ularni ham shu operatsiyalarga yuboramiz. O'zlarining karta raqamlarini qo'yamiz, o'zlarining telefon raqamlarini qo'yamiz. Umid qilamizki, befarq bo'lmaysizlar. Agar mana shu videoni ko'rib moliyaviy jihatdan, ya'ni pullari bo'lmagan insonlar bo'lishi mumkin, bemalol videoga like bosib, o'ziga o'xshagan saxovatpesha insonlarga yuborsangiz, ularga ehson qilasiz, shundan katta savob olasiz.